Buna bir gap bu, buna bir gap bu. Hamma kosa somsa o'zimga, tushundingmi? Hech kimga bermaysan lekin. Hammasini o'zim sotib olaman bo'ladi. Necha dona sig'adim gadoyi? Bular 70-60 tane sig'adi. Hozir men Muhammad Somsaga keldim. Muhammad Somsada katta o'zgarish bo'lib turgan ekan. Birinchi marta, hali hech kimda yo'q menimcha, kosa somsa tashkil etdilar. Muhammad Somsa klientlar ham uchanda do'ptirib, "Ka horma ishlar bilan. Sog'liqlanishing." Oydinmi? Klientlar o'rgashyaptimi? Demak, Muhammad Somsada kosa somsa tashkil etdi. Assalomu alaykum doyi. Yaxshimisiz, sog'lommisiz? Birinchilardan bo'lib ish boshlabsiz, sen kosa somsa. Qani buyum birinchisi baqing. Qani, bahosini beramiz. Kosa somsa. Nega? Wow, dahshat. Ko'pchilik ish deb kelib turibdilar, aynan kosa somsani inab kelamiz yapti ekan. Kimga shunday kosa somsalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Muhammad Somsaga kelaverasizlar, shu yerda haziyatni maza qilib yeb ketishingiz mumkin bo'ladi. Hozir Atabek akamdan so'raymiz. Endi ro'za oyi uchun nechik sharoitlar yaratib qo'yibdi, hozir so'raveramiz. Xohlasa iftorliga og'zachish vaqtidan yarim soat endi kosa somsalarimiz, orqa somsalar hammasi tandirda tayyor turadi. Zakaz qilsalar, zakaz bo'yicha bemalol zakaz bo'yicha qilib beramiz. Sayliga keladigan bo'lsa, saylik ham shu zakaz bilan qilinadi. Qarasalar, zakaz bilan saylik ham iftorlik ham qilib beraman deb turibdilar. Qaysi telefon raqamlarini qoldiraman.